Birinchi mashqimiz parallelniy parkovka. Parallelniy parkovka 2 minutda bajarib berishimiz shart. 2 minutda uspet qilmasa 20 ball jarima olamiz. Avariya situatsiyadan keyin 11-chi mashqimiz parallelniy parkovka. Parallelniy parkovkada birinchi qiladigan ishimiz ikkita palasani ichiga palasa bosmagan holda mashinamizni ikkita palasani to'g'rilab olamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz mashinamizni palasamiz zazori 30 sm olamiz. Yaqinlashib ketmaslikka, uzoqlashib ketmaslikka. Xo'p. O'ng orqa balonimiz garajning boshlanishidan ozroq 30 sm o'tish kerak. Примерно hech kim qarishib, hech kim o'lchamaydi santimetrni. Xo'p. Mashinamiz bilan palasamiz 30 sm, balon 30 sm o'tdi. Birinchi qiladigan ishimiz zadniga uramiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz rolimizni dakansi o'ngga olamiz. Orqa o'ng qo'l balonimiz bilan ishlaymiz. Orqa o'ng qo'l balonni sariq palasdan ustiga chiqquncha yuramiz. Sariq palasdan ustiga chiqqandan to'xtaymizda ikkita оборот qaytaramiz. Balonni fiksga olamiz, chap palasaga e'tibor beramiz. Orqa balonimiz chap palasdan sariq palasdan ustiga chiqqandan keyin to'xtab, rolni chapga oxirigacha buramiz. O'ng qaratib ishlaymiz. To mashinamiz oq palasdan ustiga parallel bo'lmaguncha orqaga yuramiz. Orqa balonimiz fiks bo'lganda to'xtaymiz, zafiksировать qildik. Agar sizlarga o'xshamayapti, например, ko'pchilikda shoshib qolganda o'xshamay qoladi. O'xshamay qolganda 3 ta balon kirdi, bu mashqni to'liq bajarmadingiz, 20 ball jarima beradi. Xo'p, agar siz to'liq bajaraman deb 2 minut ichida kirib chiqaman deb 2 minut yo'qotib qo'ydingiz, 20 ball jarima. Kirib chiqaman deb siz palasani ezib qo'ysangiz 20 ball jarima. Lutchi o'xshamayaptimi? 3 ta balon tiqish kerak, chiqib ketish kerak, 20 ball jarima. Sizda o'xshamayapti. Orqacha yurganingizdan keyin orqa 10 balon sariq palasaga kelib qolsa, sariq palasani bosdi, 100 ball jarima. Shuni bosmaslikka harakat qilishingiz shart. Xo'p, rolimiz qay holatda kirdi, shu holatda chiqib ketamiz parallel parkovkadan.